Ofsinlar serialining 28 qismi 2025 yilning 29 oktabrida Milliy TV kanalida namoyish etiladi. Bu qism ayniqsa voqealar va kutilmagan burilishlarga boy bo'lib, tomoshabinlarni birinchi daqiqalardan o'ziga jalb qiladi. Har bir qism hikoyaning puxta o'ylanganligini va qahramonlarning xarakterlari qanchalik aniq ochilganligini ko'rsatadi. Ijodkorlar dramatikani yuqori darajada ushlab turishlarini davom ettirayotgani ayniqsa quvonarli. Ofsinlar hissiy lahzalarni intriga bilan mahorat bilan uyg'unlashtirib, qahramonlar taqdiri bilan yashashga majbur qiladi. Ajoyib operatorlik ishi va musiqiy fon tomosha jarayonini yanada zavqli qiladi. Ushbu qismda tomoshabinlarni asosiy qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarning kutilmagan rivojlanishi va yangi qiyinchiliklar kutmoqda, bu esa ularni murakkab qarorlar qabul qilishga majbur qiladi. Ofsinlar yorqin hikoya va chuqur hissiy chiziqlari bilan eng sevimli seriallardan biri maqomini saqlab qolmoqda. Shubhasiz, ushbu qism barcha muxlislar uchun haqiqiy sovg'a bo'ladi.